Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. İmam Bukhari rahmetullahi aleyhindeki Sahih Bukhari namı kitabındaki dersimizdeki tamamında bugün İmam Bukhari rahmetullahi aleyh bundaktaydı. Tüvenlik babda qanda galatda bo'lishdan qat'iy nazar, qanda bo'lishdan qat'iy nazar, nada bo'lishdan qat'iy nazar, namozda yani qiblaga yuzlanadi deb shundaqdaydi. Mayli safarda bo'lsin, mayli muqim altida bo'lsin, cho'qim qiblaga yuzlanish kerak. Bu vacip demekçi. Ebu Hureyre radhiyallahu anhu bayan qilgan bir hadisda Peygamber sallallohu alayhi vasallamning mundaq deganligini bu kishi bayon qilib o'tgan. Qiblaga yuzlan va takbir et. Allohu akbar da. Yani namozda avval qiblaga yuzlansa, yuzlanib bo'lgandan keyin Allohu akbar deb namozga kirsa demekçi. Bu shu namozni xato qilib qo'ygan bir sahobaniki hikoyasi bor. Qissasi. Shu qissadan bu hadisni Imom Buxoriy rahmatullohi alayhi qisqartib bilan olgan. Bu yer faqat qiblaga yuzlanishni maqsad qilgan, shuni dalil sifatida qabul qilib, shu taraf bilan bu yer qisqartib olgan. Inshaalloh bu hadisni shu Kitabul Istizan da tahminayda to'liq bilan bayon qilib o'tiladi. Endi 399 nomerli hadisga kelsak, bizga Abdullah ibn Raja degan kishi hadis so'zlab bergan edi deydi Imom Buxoriy rahmatullohi alayh. Bu zot deydi bizga Isroil Abi Ishaq Bara ibn Azib degan sahobadan bu hadisni bayon qilib o'tgan deydi. Bu ravilarniki tarjimali boshda o'tgan. Bu ulug' sahoba shundoq deydi. Payg'ambar alayhisolatu vasallam 16 oy yoki 17 oy miqdorida Baytul Maqdisga qarab namoz o'qigan. Bu Medine kelgandiki Medine bo'layotgan voqeada bu yerda. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Kabe'ga qarab namoz o'qishni yaxshi ko'radi. Shunlashqa Alloh subhanahu va taolo tuvandagi oyatni nazil qilgan. Yuzlaringning osmon taraflarga talpinayotganligini ko'rib turibmiz degan oyat tushganda. Shuning bilan oyatning oxirida bu oyat tushgandan keyin Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Kabe tarafga, Baytulloh tarafga qarab yuzlanib namoz o'qigan. Shu paytda hamda bir qism nadallar, ahmoqlar shundoq degan gap topgan. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga keyinda gap topgan. Bular Madinadagi eng mashhur ahmoqlar Yahudiylar fitnaxo'rlar. Bular boshdagi qiblasidan nemishqa yuz o'rgandamda burun Baytul Maqdisga qarab namoz o'qiydi Falastinga. Hozir nemishqa bu Kabe tarafga qarab o'qib qoldigandi. deb turli o'sak so'zlarni qilgandan keyin Alloh to'yandagi oyatni tushirganda bu Yahudilarniki gapini bu yerda hikoya sifatida naql qilib turib, ularning o'tmishdagi qiblasidan nemishqa yuz o'rib qolgani bular deyishdi bular deydi. Degan Muhammad alayhisolatu vasallam mashriqmi Allohning, mag'ribmi Allohning xohlagan kishilarni Alloh subhanahu va taolo to'g'ri yo'lga, siratal mustaqimga hidoyat qiladi, boshlaydi deb mushayatni o'qidi. Endi bunday demoqchi bo'lgani bu yerda mashriqmi Allohning, mag'ribmi Allohning degan gapi bu yerda makon xos emas. Goh mashriq, goh mag'rib. O'rin muhim emas bu yerda. Nega qarash bu yerda muhim emas. Faqat bu yerdagi muhim narsa bu Xudoning bir amriga bo'ysunmamdi. Shu maqsad qilingan. Qibla o'zgargandan keyin shu orliqda Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bir odam namoz o'qiganda, namoz o'qib bo'lib onda namoz tutgandan keyin masjiddan chiqib ketgan bu odam. Chiqib asr namoz bo'lgan vaqtida bir turli kishilarning qishidan o'tgan ansoriy jamoatlarning, ya'ni bir mahaldan o'tganda namoz o'qiyotgan bir mahaldan. Bular Baytul Maqdis qarab namoz o'qiyotgan. Chunki bu odam Payg'ambarimizning peshimni o'qib chiqib bo'ldi. Chiqib asr vaqtida bir mahaldan o'tib ketyapsa, ular Baytul Maqdis qarab namoz o'qiyotgan. Bu odam shunday dedi, u shahodat etgan holatda, ya'ni ashhadu an la ilaha illalloh degandek guvohlik bergan holatda men payg'ambarimiz bilan namoz o'qidim yoki payg'ambarimiz bilan namoz o'qiganligiga bu odam shahodat keltiryapti. Guvoh bergan holatda payg'ambarimiz namoz o'qidi, Kabe'ga qarab o'qidi namozni degandiki darhol kishilar namozdagi odamlar yuzlandi bular. Shundoq o'rilib bilan 360 gradus o'rilib bilan bu yerda Ammisi Kabe tarafga qarab yuzlanib namoz o'qishdi dedi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga bu qiblaning o'zgarganligi haqida oyat tushgandan keyin Madinadagi shu paytda bor bo'lgan turli masjidlarda qiblaga aylanish hodisi yuz bergan. Ba'zi namozda deganga o'xshashchi.
Endi bu hadisni rivoyat qilgan bu yerdagi ismi noma'lum bu kishiniki ismi bo'lsa, bu ansoriy kishi bo'lib, Madinalik kishi bo'lib, Bazil Abbad ibn Bashir degan, Bazil Abbad ibn Nahik degan. Al-muhim, mush kishi hamda payg'ambarimiz bilan tunji namozni o'qib, qibla o'zgargan holatini boshqalarga, shu ketayotgan yerdagi kishilarga yetkazgan kishi mushu. Endi Madinadagi mushu ikki qiblalik masjid degan bir masjid bor. Bu masjidniki nima ikki qiblalik masjid degan deymiz deganda, bir namoz ikki qiblaga qarab o'qilgan bir paytda. Şoňlaşga ikki qiblalik masjid deymiz. Bu masjidning bunda ikki qiblalik deb atlab qilishda ba'zan musahabe bilan münasebeti barmı yo'qmi yoki o Rasulullah bilan münasebeti barmı degandek turli bayanlar, mazmunlar bu yerda rivoyat qilingan. Qolganiga hamda tarixiy kitoblarga murojaat qilish orqali ko'nglimiz qanoat qilgan tarafdan qabul qilsak bo'ldi. Hamda 4-numurlik hadis kelgan vaqtida Imom Buxoriy rahmatullohi alayh bizga Muslim hadis so'zlab bergan edi deydi. Bu kishi deydi bizga Hisham hadis so'zlab bergan edi deydi. Bu kishi deydi bizga Yahya ibn Abi Kathir degan kishi hadis so'zlab bergan edi deydi. Bu kishi Muhammad ibn Abdurrahmondan bu zot Jabir ibn Abdullah degan sahobadan bayon qilgan. Bu raviylarning kamisiga tarjimani o'tgan faqat Muhammad ibn Abdurrahmonning tarjimasi taqa deyilmadi o'g'ay. Muhammad ibn Abdurrahmonning ismi Muhammad ibn Abdurrahmon ibn Savban Abu Abdullah nomi bilan mashhur. O'zi shu Quraysh qabilasidan tabiin bo'ladi bu kishimi. Bu kishiniki o'lib ketgan vaqti 91-yildan tortib 100-yilgacha deyilgan hamda hijriyaniki. Ammo hadis ilmida ulamolar bu kishiga bo'lib Ibn Hajar Asqaloniylar siqa ishonchlik degan baholarni bergan. Bir qism masalan shu davrdagi muhaddislar u tabiindir. Unda odamniki tik-takni surishtirib yurmaymiz deb bu kishiga menda ishonch bilan baholani bergan. Asosan ko'pincha ulamolar, hadis ulamolari bu kishiga ishonchlik degan bahoni berib o'tgan. Bu kishiniki hamda ustozlari Jabir ibn Abdullah, bu ulug' sahoba, Abu Hurayra, Abu Said al-Khudri qatorliq sahobalarni o'ziga ustoz tutgan. Bu kishiniki shogirdlari masalan bayatdan qilmish raviyda chiqqan Yahya ibn Abi Kathir degan masalan bu odamniki shogird oldu. Meşhur muhaddislerden Muhammed ibn Şihab, Muslim ibn Abdullah ibn Şihab Zuhri bu kishiniki shogird oldu. Hamda hadis ilmiga ko'rsatgan tuhfasi qatorida bu kishiniki nihoyatda ko'p hadislar bayon qilingan. Masalan, Sunan Nasai'da 7 dona hadis var, Abu Davud'da 6, Buxariyda 4, Tirmizi'de 2 mesela. Muvatta İmam Malik'te 3 hadisi rivayet kılıngan. Demek bu kishiniki bu hadisini qo'shgan tuhfasi shu deyishga bo'ldi. Hamda Jabir ibn Abdullah shunaq deganda bu hadisda Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam o'zining ulug'ida namoz o'qiydi deydi. Nega o'zlansa, qibla tarafga qarasin, mayli qibla emas tarafga qarasin, ulug'ida namoz o'qiyveradi deydi. Bu demak nafila namoz, farz namozdan boshqa namozlarga qartilyapti-da. Navoda farz namoz o'qimoqchi bo'lsa, ulug'idan tushib, qiblaga yo'zinib namoz o'qiydi, qiblaga yo'zinadi degan. Hamda ulamolar orasida farz namozda qiblaga yo'zinish bu bir ijmo masala, ya'ni birlikka ittifoq kelgan masala bu. Namozdanki farzlardan biri deb qaralgan. Lekin hamda jang vaqtida, janggohda va yoki bek ensirab, bek jiddiy bir holatlar bor. Vaqtlarda bir qism ulamolar ruxsat qilgan. Masalan, ulug'dan tushib ketsa mingil olmaydigan, ulug' bek tepadigan, qochib ketadigan, mingil olmaydigan. Manda bo'lib qolsa teguvchilarmi bo'lgan. Navoda yomg'ir yig'ib qolsa, sajda qiladigan yer topolmasa, yo'l bo'lsa, suv bo'lsa, bu vaqtida o'zing ulug'da o'qisin bo'ldi degan farz namozni hatta. Demak, Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamniki ham shu ularning ustida ba'zi eshak, ba'zi tuga degandek ularning ustida ko'p vaqtlarda, ko'p safarlarda o'zing namoz o'qiganligi bu yerda qayd qilingan tarixlarda, hadis kitoblarda. Demek nafil namazlarını, sünnet namazlarını mesela farzdan boshqa namozlarni ularning ustida o'qisa bo'ldi deganlik kelib chiqyapti. Hamda 401-numurli hadisda Imom Buxoriy rahmatullohi alayhi bizga Osmon hadis so'zlab bergan deydi. Bu kishi deydi bizga Jarir Mansurdan, Mansur Ibrohim al-Qamdan bayon qilgan
deydi. Endi bu ravilarning hammasini tarjimali o'tgan ha. Bu yerdagi Abdullah shundoq deydi degan kelimadagi Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhu büyük sahabalarning ichidagi eng katta uleması sanıladi. Nəhayət ulug' sahabe. Bu yerda qayta deyish behojat tarjimali boshda o'tgan bu kishiniki. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam namoz o'qigan idi deydi. İbrahim dedi, İbrahim Naxai. Bilmedim yani bu oşuq o'qib qoldimi yo kim o'qib qolmadi bilmedim deydi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam namoz o'qigan. Ya oşuq o'qib qolganini yo kim o'qib qolganligini bilmedim dedi. Salom bergan vaqtida Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga deyilibdi, ya Rasululloh namozda bira ish yuz berdimi degandan Payg'ambarimiz qanday deysizlar degan. Sahobalar dediki, ya Rasululloh munda namoz o'qib qoldilar. Ya oşuq o'qib qoldilar, ya kim o'qib qoldilar. Belki bu oşuq o'qib qolganlik turdi, chunki to'liqlamadi bu yerda. Namozni munoraqa o'qib qoldilar degan. Janob Rasululloh tashahhudda o'tirgandek putni tiklab o'ltirib, qiblaga yuzlandi deydi. Yuzlanib turib, ikki sajda qildi, ondan salom berdi. Salom berib namoz sajda bilan yana namozni yana kamil qildi bu yerda. Rasululloh bizga yuzlanib turib muborak yuzlan bundoq dedi. Namoz berish yo'lab qolsa albatta men sizlarga deydim. Mana bo'ldi deb tushunch berdim yoki xabar qilatdim. Lekin men bir sizlarga o'xshash inson. Sizlar unutib qolgandek men ba'zi unutib qolaman. Agar navat unutib qolsam, esimga sep qo'yinglar. Sizlarning biringlar namozida bir shak shubha qilib qopti. 2 rakat o'qidimmi, 3 rakatmi, 4 rakatmi degandek. To'g'risini maqsad qilsin. O'zi to'g'ri deb topganni. Masalan, 2 rakat o'qidimmi, 3 rakatmi deb xiyol qilibdi, lekin 2 rakat o'qiganligi bakrak ta'kidgan qalbida. Men 2 rakat o'qibman deb shu 2 rakatni oyog'ini ulasin yoki tamom qilsin deydi. To'g'risini tamom qilsin. To'g'risining ustiga qo'shadiganni qo'shsin yoki oldiganni olsin degandek. Onda salom bersin, ondan ikki sajda qilsin deb Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam o'zi sajda qilib bo'lgandan keyin jamoatga buniki bir sajda qilganligini agar namozda shundoq bir avvallar yo'liqqan vaqtida yuqorqidek mesela ikki sajda qilishni Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bu yerda eskartib o'tyapti. Bu yerda Badrtun ayni payg'ambarlarning ba'zi bir harakatlarda, ba'zi qilmishlarda xatolik bo'lib qolganligini, nuqsonning ba'zida maqsadsiz holatda bo'lib qolganligini ta'kidlab o'tgan bu hadisdan. Bu hadisdan undan boshqa masalan bir odam namozda bir xatolik yuz berib gapib qolgan bo'lsa, ya imomga tanbeh bergan bo'lsa namozdan keyin bu bo'landi bo'lmamdi degandek turli ixtiloflarmi chiqqan. Qolgani bu vaqtda shu sahvaga munosabatli kitoblarda eng kuchli dalillar bilan manbalangan mazmunlarga qarab buningga hukm chiqargan yaxshi. Chunki bu qism ulamolar Zilyadayniki gap qilganlik haqidagi hadisni keltirib, namozga munosabatli gapni qilsa namoz buzilmaydi degan. Lekin bu qism ulamolar bu namozni gap qilish harom qilinishdan burun yuz bergan voqeati bu deb buningga raddiya bergan. Bugungi darsimiz ham shu. Sallallohu alayhi va sallam Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in.